Şu hit bayramlarda, hanım kızlar bayramlarda, aşık meşkler bayramlarda yoldaşı köngüldekidek soğuk berelmegenligi sebebinden şu 10 yıl can tutkan yoldaşını pitken, çinkensen, başkalarının yoldaşlarına baylağı siliştirip, şu yoldaştan tuxumdun tükündegендek ündürüp, acışıp ketken bu çöken ahırsıda için iş akıvet kaldı diyeceğim. Muşunun akısı hakik buğa hikayeden birisi anlap bekişini xalamsız. Yani içi o diye vaxtıda muşu şehirinin ma'lum bir yerde mundaq işten birisi boğan. Kichigidin tartib Mehmet atliq bu yigit bilan Gulsara atliq bu qiz muşu shaharda cho'ng'ilab o'zaro bir maktablarda o'qishib, sirtidan tonishib, anandan keyin degan vaqtida muhabbat qaynamlarga cho'kib, o'qishlari bitgandan keyin o'qig'ini o'qibdi, o'qimag'ini shu joyda to'xtab qilib, ma'lum kasb ishlar bilan shug'ullanib, bular cho'nglarning rozig'ini olib turmush qurgan bo'pti. Demak, Mehmet azaldan bek tirishchan emas, bek oqistam emas, normal, kamsiz bir cemiyetdeki bek bir işler yetişip mağmagan. Ama çoğu diye vaxtıda bunun artıqçılığı, ailesine sadık, atansına hürmet kılıdığan tirişcan bir balıydı. Lekin Gulsara çoğu diye vaxtıda şunçilik kamlaşkan, pegorluk, şunçilik umdan gap söz degan jallaq bir çökan edi. Demek çoğu diye vaxtıda bular toy qıptı, toy qılıp iki farzandlik qıptı. Mehmet öyünün çoğu boğanlık sebebinden çoğu diye vaxtıda öylerini baldır ağrıp çıkıp ketken boptu. Demek yıllar ötüptü, aylar ötüptü. Başta hem de bir için etken çaylan bir taxsis lağma yisimi bular qanaat qılıdığan addi saddi baxtlik bir ailesinde işki balısını icil inak beqipti. Qaçandın tatip muşu cemiyetke, tor dünyasıga bir qitim muşundaq bir toşay muallimler, muşundaq qosaqni assınız poqtun başka işlem çıkmaydıgan, pasif energiya taqtıdıgan, yoldışınızga işengiçe işiginizдің ılgırgışını, erler degen sizni yaxshi ko'rsa, barlığını verip sizge andak bayramlık soğat hep birdi, etlik soğat hep birdi. Her bir qitim en yaxshi sizni tuyuqsiz xoşal qilib, mandaq yeni natijalarni qilib birdi. Mana mundaq erler haqiqiy sizni köyüngen oldu. Eğer o epiremigen bolsa çoqum muşu yolduşunuzun sırtlarda, başka yerlerde çoqum bir adamları var, ya aşınları var. Şunun için siz yolduşunuzun pat nazar eylen, dikkat kılın. Bunun qilmishlariga deb muşundaq pasif adetdeki akıl iqtidari bek toluq bo'lmagan bir ishlarning tegi yetenmaydigan mushundaq bir turkum ayollarni ozdurishga boshlagan bularning pasif energiyasi. Mushundaq so'zdan so'zlash orqali degan vaqtida özününki şükür ülkelerden ekegen girim buyum, sağlamlık mahsulatları yana birnim deysiz. Muşular əza qılıp, altınlarını satqızıp, palançınımızı satqızıp, muşular arqılıq bir məbləq toplap, pul toplap, özünü tərəqqi qıldırış üçün ayollarının dərdiki dərman boğudək, ərlərini sökkidək müştə gəplərini qıpbəgəlik üçün bir türküm muşundaq hakikaten çiçi uzun, əxli qısqa, nazar dairesi tar ayollar muşularını gəplərə işinib ketken. Demek Gulsara çoğu degan vaqtida endi bu yutqan qarab tushunadigan gap. Hamma odamning 9'u tal olmaydi. 9'umuz tal olgan kuni biz cho'qim qor tuproqning ostiga kirib ketamiz. Bu qonuniyatga ishonmay shu nihoyat bir o'ttirhal holat ketib qolgan qo'saqto'q, kiyim butun ko'ngil xotirjam ketib qolgan bu oiladan husur izlaydigan. Samba deysiz, Ariyalsı deysiz, Çingrince deysiz, Anılar bayramı deysiz, yeni bir bayramlarda şu erden digende köngül soğatlar kemigendeyken ailede bile tamak yaylı dese başkalarının əyələri seriştiğen. Benim dostum Arzugül'ün yoldaşı bana 2. ayının 14'de onunla bir tane altın yüzük soğat qıptı. Palanç dostumның ki prao çıqıtken yoldaşı maşından bir napırıptı. Neymiş için sen mi şulağa oxşaş əyəttin? Sen neymiş için? Şularda qılamaysa deb hali dese yolduşuga taptani qildigan, maşında qiladigan aşu holatga kepti. Demek bichar Mehmet içi jutibdi. Ahirsi chidamay qapti. Ey ayol, bir uyning 9 to'shiga uni to'shtag'ichi vish o'ylab baq. Hammamiz tug'ilganda tang edik, Tangri oldida, lekin biz tang emas davr oldida, ko'ranglab ketmagan omadlaringga hamon bir kuni tang bo'larmiz qabri oldida deb tug'ilimizga rast mushu dunyoga kelimizga, lekin davr oldida taqdir peshonimizda nima biz buni bilmaymizga. Men sizlarni ashyalang'och qo'ymadim, kiyimsiz qo'ymadim, ko'choq qo'ymadim, to'rt odamga talmirtib qo'ymadim. Menmi kech kunduz ishlayapman bu. Yozning kuni bijg'irim oftoblarda xalqlarning sho'g'inlik qilib, mollarini tushirib, mushtaq qilyapman.
qishning kun soğuqda qiladigan ish yo'q deb kichikina bir harog'i so'rab 4 tal olma bilan shangjo meychini chiqib baqqallik qilyapman-ku. Kuniga 150 kun 200 kun pul tepib uyning choy, tuz, go'sht, yog', hattoki mushu uyning bino yo'layildidan bino uyning deykallardan tatib to'layapman. Endi mening iqtidorim shu kuniga 200 so'm pul topadigan iqtidor ekan. Men mushu iqtidorim bilan bu uyni vaqamdim, sana ariyovsiz samboliq kat so'g'atlarni olamdim. Men qanday qilaman? Manda qilma ayol, mening beshimni yeb ketsa manda qilsang desa, voy, boshqalarning a'larim, mening do'stlarim degan mashta turyapti-da, men bir so'ringa borgan kiyimni kiyib beryapman. Bir yig'iz bir meni masining so'g'uting deb bilmaysan sen nimani bilading? Yo bir haqiqatan tug'ilgan kunimni o'tkazib bermaysan, oqqam ko'kkam deb shuning bilan halis urushchidan xapilik mashta bo'lgandiki, oxir pichoq go'shti sumak o'tgan vaqtida bu chiroyli to'shqan lig'irlab turgan Gulsarani qo'yib yutibdi. Voy bo'ldilar, beshim saqiydigan ish bo'lsa, ikki bolam ko'rgan kunni ko'rib, birini bu asbirini men boqaman deb shuning bilan bularni qilibdi. Bu qizma ishtiklam ajrashib ketibdi shuning bilan. Oxirsi nim bo'pti degan vaqtida mana ajrashib ketgandan keyin bu o'zining yo'lda o'zi qilib shu uy jahon makonlarini uyning daykini to'lab yuribdi. Buningdagi chot bital qizvatga opirib yashanga onasiga tashlab beribdi. Voy men palonchi manda ish qilma, buguncha manda ish qilma. Onasining ininimi bir ish qila olamdi. Ayol kishi nega bordi? Mo'zayning yugurish samalliqcha ayol kishi deganning men nochulab kesimi tarixlardan tatib ta hozirgacha ayollar shu bir qo'lda beshik davratganmiz, bir qo'lda dunyo tavirtdi, to'g'ri. Lekin ayol kishining puli er kishining topgan pulchik berkiti yo'q. Demakchi degan vaqtida shu o'zining 30 necha yosh mezgilida shu yoshligini yana bir nimasini qilgandan keyin shu soqol so'raydigan shuning yomon narsani qildiganlar shu so'g'atlarni apirib bakaga ashni qilibdi, yataq-yataqlab o'ynab, uning payzini surib, ashunda qilib dapsanda qilibdi, iqilsizligidan foydalanib. Lekinchi degan vaqtida bir erkak maydisiga urib, men seni olaman, seni bilan turmush quraman, men sana bir baxtlik bir oila beraman. Qizvaldiga adi yaxshi bo'lmasa o'lgan yerda men sening ega bo'laman deb birasi o'g'ilvalchilik qilmabdi. Shuning bilan-chi degan vaqtda boshqalarning o'yinchiga aylanib ketibdi. Oxirsida hammasi telefonlardan qiymingdan qilib, yutib qilib. Nemishga? Bir xotinni elish uchunmi, birni qilish uchunmi uni bir surishti qildi, bir agi ikkinchi turmush deganda tegish uchunmi surishti qildi. U qanday balika, burun qanday qilibdi, qanday etibdi, nima sababdan manda bo'pti? Qayerdan qayki? O o'zining oilasiga, yana bir nimasiga vafo kamiga odamdan mushtaq deb bir jugash, endi bak pul topamaydigan bo'lsa-mu, mehribon oqko'ngil oilasiga itoatman erini o'ngiritib, yig'iltib etib, shu bolalarni narsiydi bolalarni xuddi qushning bolalarni tashlagandek tashib etib ketgan odamdan menga vafo kelamdi, uningdan kelganga, to'lganga, ishqi his tuyg'ularimni qandirib olsam bo'ldi deb hammasi o'yin chiqibdi. Demak, yoshlik degan hech kimga boqi emas. 40 yoshlikqa yer qomat, 50 yoshga ketgan adomat, qiz yigitlar ketmay ko'ranglab, yoshligida har kim chiroyli deb yoshlik tutgandan keyin asta bo'pti. Shuning bilan hamma odam qochadigan bo'pti. Oxirsi bir qatimliq salomatlik tekshirishga borgandan keyin nim bo'libdi desangiz, ig'izga og'isiz jinsiy yuqumli kasallar yuqumlanib qopti. Nimishga? Bir yanima bir malni opirib kalınımı apırıp, koyunumu apırıp, atnımı apırıp, haman kılıma da petirda versen o ye bezolap gidiyordu. Açlık dersen önümeydi, bez yerden, gan, dangal çıkıyordu, lay çıkıyordu ondan yerden. O bir gereksiz yere aylındı diyen gap. Malum, benim uşundak, özünün hatalığı, özününki yuğancılığı, menmençiliği, şu bana soğukat ipemeden eriyavsız, senba, çıngırınca, vahakaza, taraktırıklarda dep, şu addi bozumu, mihri, muhabbeti var. Ailesiga sodiq erining ko'zlaridan yosh oqqizganligi uchun, shuning ahonatlariga qolganligi uchun, shuning ahu faryodlariga sababchi bo'lganligi uchun oxirsida mana shunday tragediya bilan oxirlashibdi. Demak, atrofimizda mana shunday hikoyalar bekjiq. Nemishga degan vaqtida rost demak bir er kishining pul topmog'i bu hozirqanday raqobatga to'lgan mushu jamiyatda oson emas. Nemishga choy topsangiz go'shtga, go'sht topsangiz tuzga, ota-onangiz va ota-onamiz nemish qilib turdi, voy bolam aqoldim, ko'kildim deys, quruq vaqil olmaydi. Onalarimizning seliqlari va dadalarimizning bir yerlari og'rib qoladi, do'st aloqangiz va andimdan hozirqandak bu davrda kuniga u 200 so'm, 300 so'm pul tepib bir oilaning turxundan is chiqarmoq oson emas. Shunga yoshlar mushukdan bezgicha Xuabeydan Jufubog'chi qazolab ketib bordi. Mushundaq putni kech-kunduz tepirlab tirishmasa bir oilaning turxunning nuridan is chiqarmaydi. Qarsangiz
bir turxunning nuridan chiqayotgan is emas, balki er kishining mingisidan chiqqan tutun. Şunlaşkı deydiğinem qanoatlik bo'linglar, qanoatlik bo'linglar. Hamma nimni boylik bilan, pul bilan o'lchigil bo'lmaydi. O'zaro mehr, muhabbat bilan, qanoat bilan, o'zaro to'g'ri tushunishlar bilan sizning ko'rdiğiniz faqat boshqalarning sirtqi xo'shaligi, balkim ularning ichki dunyosida sizni balkim nurg'unlagan siz bilan biz bilmagidek azoblari, xafaliklari bo'lishi mumkin. Şunlaşkı aşındaq to'shay köşey muallimlarning gaplariga ishonmanglar. Bir necha xotin bo'lib qoldi, yaqinda chiqib qoldi. Nima deydi? Sizga sovg'at bermasa, yana bir nima qilsa sizni izdimis, unda aning nima keragi, unda aning nima ish qilasiz deydi. Shu berish uchun er kishiga bas yaxshi, qozikamga mas yaxshi deb shu berish uchun şunun yançıqıda bolsa, karda bolsa, xonbaorda bolsa, yeni varaq qizil pullar bolsa beralaydı. Hammalarda bunda beralamda 5 qo'l o'xshamda o'xshamaydi. Shunga har qanday vaqtda oldimizdagi baxtga qanoat qilaylik. Kishilarning sapsapilariga, o'sak so'zlariga, doyindagi ashundaq petit tumoqdek o'qituvchi xotinlarning gaplariga ishonmang jumang. Ularning gaplariga ishonib agashdingiz, demak betalay bo'lib qolasiz. Men mening deganim to'g'ri bo'lib qolsa xalqim sho'di duy deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon, uy mulkka oid so'raydigan mas'alalaringiz bo'lib qolsa, undidor ham telefonda 156 28 17 95 17 rahmat xalqim, salomat bo'linglar.